Bugun sizlar bilan virus kasalligini dog'li bo'rtsimon halqa shakli bilan tanishamiz. Bu ikkiga bo'linadi. Dog'li shakl va bo'rtsimon halqa shakliga. Dog'li shakliga keladigan bo'lsak, mazkur xastalik barcha tishlarda yoki bir vaqt rivojlanayotgan tishlarda uchraydi. Virus dog'lari butun toj qismining barcha sohalarida uchrashi mumkin, lekin ular tishlarning dahliz va bo'yin qismida aniq va ravshan ko'rinish beradi. Dog'lar bo'rtsimon och sariq tusda bo'ladi. Emal yaltiroqligi va silliqligi o'zgarmaydi. Markaziy qismida rang quyuqroq bo'lib, chetiga borgan sari rang o'zgarishi kamayib boradi va yo'qolib, emalning sog'lom qismi bilan bir xil tus oladi. Bo'rtsimon halqa shakliga keladigan bo'lsak, oq yoki jigarrang tusli nuqtasimon halqa dog'lari mavjud. Diametri 1,5 millimetr, chuqurligi esa 0,1 millimetrni tashkil etadi. Emal qoplamada mayda yoriqlar, pigmentlashgan to'q jigarrang dentin ochilib qolishiga sababchi patologik siyqalanish mavjud bo'ladi. Bu kasallik bilan og'rigan bemorlar asosan kosmetikaga shikoyat qiladi. Rentgenda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Buni kariyesdan ajratib olish uchun metilin ko'kidan foydalanamiz. Ya'ni tishlarni bo'yab ko'rganda ko'k rangga qolsa, ushbu xastalik fluoroz kasalligi